Qo'chin! Bugungi yig'ilishimizdan maqsad mana bu. U tezligi bilan shaharda mashhur. Uni ustomonlik bilan qo'lga olishimiz kerak. Uni qanday qo'lga olamiz, komissar? Menda rejani originali bor. Komissar, biz belgilangan joydamiz. Miyada manmani adetan zapret qillaring. Aka! Anjanga aka! Hamma Anjangami chiqish? Ha, bo'ldi, Sergelida olamiz posilkani. Subyektimiz bilan komissar. Va bashnani keyin urasan, lordni oldiga keyin kiriysan. Yeminni o'taman deydimi? Somsaxonaga sovut qilaman. Qo'ymaydi. Qo'rqma qo'yag'lar. To'xtating, qusvara bo'lib. Javob qo'yag'lar, hali bozorchaga yetganimiz yo'q. Men sizni yaxshi ko'raman. Bilasizmi, sevgim bamisoli quyoshdir. Voy sochim. Ana quyosh charaqladi. Aka buni juni ko'p, o'shaning sistemasi ko'nyapti. Kelishtiring. Aka juni yo'q, bu o'z sistemasi. Bo'lish 5 million aka. 500 ming aka, roziman. Aka senga qusvaraman. Kim o'tirish qo'yag'lar qo'l kelib ketdi. Qoch yo'ldan. Nima qilyapsan, bari? Tabriklaymiz. Ye, medalmi? Bu natijaga qanday qilib erishdingiz? Apayga bo'lyapti-ro'midi? Men nahorga oshga kech qolmaylik deb bosib kelyapti-ro'midi. Kubotingizga nimadir sport uskunalarini o'rnatganmisiz? Ay yo'q, bu mashinaga shunchaki Aka qanaqa moy qo'y? har doimgidek Mannol moyida qo'yag'i. Hammaga mana shu moydan tavsiya ber. Germaniyada ishlab chiqarilgan. Rangi ham o'zgacha. Hozir quyasan-ku, mashina o'chirib yuboradi. Quying. Mannol moydan quyganman. Ey, doğru o'ldirib ketdi. Halim, rejani boshladinglarmi? Nimcha qilaysanlar? Tug'yapsanlarmi? Samarqandga kelib qo'yibdi, hozir Anjanga olib borib qo'yaman. Bu joyga kirishimiz uchun bizga bitta yaxshi ochuvchi kerak. Wow! Ama men bitta shunaqa damkov xolam bilan ochadigan. Bizga hammani ketini ochadigan emas. Любой eshikni ochadigani kerak. Bor bitta shunaqa sabaqa. Amerika chegaralarini ochgan. Eshik nima bo'libdi? Jinnimi bu ne? Bitta bankani ocha olmayapti-yu. Yo'q, o'zim jinniniga so'rataman-ku. Achala qismni qanday bo'lishamiz? Senga 10dan biri. Teng bo'lamiz. 80 ga 20. Rostdan ham jinni ekan. Men tayyorman. Shogir, sen bormaysan. O'tirganim kichkina ko'raman sizga. Agar bormasam, militsiyaga aytib beraman. Voy, agar bormasam, xotinimga aytib beraman. Xotinimni qanaqaligini bilmaysan-da. To'xtash. Oma aytib qo'y. Qo'lga tushsang, asabimga ma'rifat qilib bir-biringni sotishma. Erkak kishi sotmaydi. Senlar chatdan, men liftdan. Bugun seni birinchi ish kuning. Sen buni uddalaysan. Qo'rqma. Aka emas, meni majburlashdi. Ikki kishi majburladi. Pasportlari ham bor aka. O'pkalanishmas, kellar sinab ko'ruvdi. Kim u? Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Jippillamay mana uni ishlatish kerak.
Ososramay o'lish, kinoga borishding, po'lat o'ynab, lazerlar taydan o'tib. Ha, Flavisda yangi chiqqan nokligi do'konlarda to'lib yotibdi-yu. Ko'zingga ko'rinyapti. Hammasi yaxshi. Cho'chima, bo'ttasan bitta o'zingsan. Hammasi yaxshi. Flavis yangi nokli ta'mini hamma do'kondan topasiz. Eshakni yurish uchun nima deysiz? Ya oğlum. Voy, Bizga tushir. Voy. O'g'lim endi uchamadi. Hamma uchadi endi dada. Har doim joyxonadan uchib kelardingiz, endi uchib kelar ekansiz-da. Ana rais bu ana qara ana nimalar bo'lyapti rais bu. В тот день наши колхозы интересные вещи получился. Bozorboy сын Abdullajon изменил наш кишлак за один день. Rais buva только yel ничего не изменил. Ey, ketmaningni pastga tushir. Tezlikni oshirding. Tushir pastga. Xo'p bo'ladi. Да, даже воздухе tinchlik нету. Наши бизнесмены сразу на воздух установили радары. Они из воздуха деньги делают. Эх, ноинсоны. Rais bu. Qishog'imizda g'alati bo'lyapti rais bu. Nima gap, tinchlikmi? Tushuntiribroq gapir. Qopti. Suv avtobusga keladi. Qayerda? Hayda. На участке Бозорбоя вырос вот такой Флавис, вес 3 тонны. Бозорбой и его сын Абдулладжон из гранат делали новый баночный Флавис. Раис Буа попробовал Флавис и ему понравился. И Бозорбоя настроение поднялся и сказал: Abdullajon, shakarsan, shakar! Колхозы только у Раис Буа кетман не летит. Раис Буа сегодня пошел табибу, чтобы кетман летел. Ota, nima bo'lyapti? Bormi og'riq? Yo'q, ketma uchmayapti. Endi uchadi. Hozir ko'ramiz-da. Ayollarda bormi ayollarda? Men ushaman. Allohu akbar. Jonim, seni sog'indim. Nima yeganding? Og'zing sasyapti. Nima yo'q? Hali denayam bu joy qanaqa joyga olib kelding? Beparasat suv bosmabdi. Uyat. Talabani ham kvartirasiga o'g'irlikka tushasanlarmi? Men tarakan bo'lib turib shu becharalarning xalatinligini ochmaganman. Bular o'qish kerak. Mana misol uchun men bu zo'r bankir bo'ladi. Men bunisi katta doktor bo'ladi. Mana bunisi ham qo'lida kitob bilan qo'lab qopti katta odam bo'lsa kerak, ha? Ya bu student emas bu. Bu pravaga tayyorgarlik ko'ryapti. 37 marta imtihon topshirib prava ololmadi. Xuddi shu bilimi bilan Harvardga topshiruvda kirib ketdi. Mana 4 ni ko'ryapsanmi? 4 emas, u kalbasa-yu. O'sha bizlar uchun 4. Biz ertaga tug'ilgan kuni men mana nishonlaymiz o'shan bilan. Lekin boru shuncha narsadan keyin ham tarakanchalik vijdoning bo'lmasa, oltita qo'limni ko'tardim. Happy birthday, ufla! Bu mendan sovg'a. Flavisni yangi smarodina ta'mi, menimcha oshqozonga yengillik bo'ladi. Ichib ko'ringiz, bitta ichib ko'ring. Jazo'ri bu. Qani. Ovozlaridan. Azgina hammaga yetsin. Qani. Zo'r. Yana sovg'amiz bor. Mana pul sizga.
dastoyniy mushuk bo'lsanglar, har biringlarga 5 yilga 1,5 ming dollardan jentra chiqarib beraman. Faqat dastoyniy bo'linglar. Gap yo'q. Insofli o'g'ri ekansiz, boru. Bitta jentra 90 mingga tushyapti. Dastoyniy. Gap yo'q. Ola O'zbekiston. Rahmat Tarakan aka, siz bo'lmaganingizda och qolardik. Xijolat qilmalaring, ukalarim. Mani o'rnimda sichqon yoki kalamush bo'lsa ham, xuddi shu ishni qilgan bo'lardi. Kim bitta narsani o'ylab qolaman-da. Nimaga salan dezodorantlaring anchaga yetadi, meniki tez tugab qoladi, bilasanlarmi? Sababi sallada 2 ta qo'ltuv bor, menda 6 ta. Voydod kim bor? Yordam beringlar, doktor bormi? Nima bo'ldi o'zi? Navaramni qo'liga zarabcha kirib ketdi. Voy bu, navarangizga shu darajada jon kuydiryapsiz. O'g'lingizga juda mehribon bo'lgan bo'lsangiz kerak. Juda. Yiqilib tushdim. Hay yiqilmay har narsa bo'lgur. Yangi kiyimni dabdala qilsan. Nimasi unga? Uning xizmatkormi? Agar yana yiqiladigan bo'lsang, daraxtdan yiqilishdan oldin kiyimlaring yechib yiqilgan. Yaxshi malades bo'lam. Qo'llaringni qimillatibsiz. Dadangga ham sekin-sekin sizni shu o'zim o'rgatganman. Sekin. Hayot uchun kurashish kerak, bolam. Suzib chiqsang omading, uyda ko'rishamiz. Voy, nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Ay, nimaga baqirasan? Oyim meni qarang, devor dabdalasini chiqarganini qarang. Voy, oddiy davol-ku. Bor. Chizur. Hech narsa qilmaydi, chizur. Voy, nima qilding? Boshingni yuramanmi? Mana davollar nima qilding? Qo'lim tegib ketdi qoni. Ada, Flaviskaman. Tema, hozir buving urishadi. Bu mehmonlarga. Voy bolam, nimaga urushasan? Mehmon bo'lsa o'z yo'liga. Ol bolam, qara. Flavisi moviy malinalik yangi ta'mi. Amerikacha ta'm. Ol. Ichma. Yaxshi keldinglarmi? Qani olinglar-da, mevalardan ham yeb o'tiringlar. Olinglar. Mehmonlarni o'tir sharmanda qilmagan, qisib o'tirgan. Qolib burningdan buloq qilaman. Mayli, hech nima qilmaydi. Kelgan balo qazo shunga ursin. Idishni sindirganingga endi jazoyini olasan. Shu qilganingga san ham endi jazoyini olasan. Burchaga tur. O'g'lim, Ada aralashmay, meni ham haqqim bor. Men ham otaman. men ham otaman. Bekorga yetishmas ekanda, danagida mag'zi shirindi. Dès que j'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé.